Oltinsoy tuman axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Men Oltinsoy tuman axborot kutubxona markazi mutaxassisi. Bugun sizlarga o'zbek adabiyotining serqirra namoyandalaridan biri bo'lmish Abdulla Qahhorning Ming bir jon asari haqida tavsiyaviy sharh berib o'taman. Abdulla Qahhor ijodi o'zbek adabiyoti uchun mustahkam g'oya, ayni damda yo'lchi yulduz vazifasini bajaruvchi mahorat maktabidir. Yozuvchining qay bir asarini olmang, unda dard, iztirob, alam, odamzodning barcha quvonch-u shodligi yangicha bo'y ko'rsatadi. Asarning nihoyasiga yetmaguningizcha uning oxiri nima bilan yakun topishini bashorat ham qila olmaysiz. Kutilmagan voqelik bilan yuzma-yuz kelasiz. Abdulla Qahhor asarlari qahramonlari oramizdagi odamlar bo'lsa-da, yozuvchi ularni ko'pchilikka namoyon bo'lmagan hislatlari orqali bizga tanishtiradi. Ularning qalbini tinglashga, ularga hamdard bo'lishga chaqiradi. Aziz kitobxon, ushbu asarni albatta o'qib chiqishingizni tavsiya